Hammaga salom. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana qaranglar. Kremlarni ichiga pul solib qo'yganman. Nimaga bu ish qilasizlar? Xo'sh, bugun yuzimizga o'tgan safardan qolgan karboks terapiyani davomini qilamiz. Mana bunaqa maskasi bor. Eshigingni yop. Mana bunaqa maskasi bor. Yop, qani o'sha eshigi. Xo'sh, mana eshagi. Yuzimizni yaxshilab yuvib olgandan so'ng, voy bu chiqadimi shu kun? Mana chiqishni boshladi. Surtayotganlaringizda uncha ham bilinmaydi, lekin atak anaqa qilayotganda bilinadi. Nima u? Maskasini botirgandan keyin bilinadi. Buyumga ham qilayotganim bor. Kanalimga zo'r unaqalar tashlaganman, Ruxshon. Eshitding muzikalarni? Eshitganing yo'q-ku. Ana shuni qilib yuzimizga surtib olamiz. Bugun singlim avtoshkola testidan o'tib kelgan. Bugun bizga haq bermoqchi nasib bo'lsa. Bella Italiyada может meni ko'rib qolishlaringiz mumkin. Hayron qolmanglar ko'rsangizlar. Biz pravan yuvishga o'sha yoqqa boradigan bo'ldik plan bo'yicha. Yana bilmadim. Yana qayerlarni plan qilib o'tirdik? Amerika, Fransiyaga green card olaylik, keyin ketamiz. Bu juda ham barakalik, ishonasizlarmi? Вообще shpristida ko'p. 2 marta, 3 martaga bemalol yetadi. Ko'pchiliklik oilalarga bemalol yetadi. Men endi o'sha payt может kam bo'lsa-chi deb polностью 5 tani olganman, lekin bittasini o'zi ham bemalol 3 martaga yetadi. Agar yuzlaringiz lapotkadek katta bo'lmasa, bemalol 3 martaga yetadi. Shuni endi tugatishimiz kerak, peshonamga suramiz. Bugun kun ancha Buxoroda yaxshiroq. 2 kundan beri tinimsiz shamol